Vau! Ovqatmi bu salatmi? Yuzda lobya bormi? Qani oling, bugun kimdirli uchun issiq salat, kimdirli uchun yengil ovqat tayyorlaymiz. Lobyamizni qaynatib qo'yamiz. U qaynaguncha videoda ko'rsatilgan sabzavotlarni xuddi shunaqa qilib to'g'rab tayyor qilib qo'yamiz. Birinchi tovuqimizni videoda ko'rsatilgandek yaxshilab suvi chiqquncha qovurib olamiz. Piyozni qo'shamiz, tomat va achichuvlarimizni solib, rangli perslarimizni solib, tuz solib yaxshilab qovurib, dimlab qo'yamiz. Davomini ko'rishdan oldin yo'qotib qo'ymaslik uchun tez saqlanib qo'ying, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Like bosib, albatta komment yozishim esdan chiqmasin. Shunaqa bir-biridan shirin mazali retseptlar qidirayotgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling. 10 daqiqa dimlab qo'yganimizdan keyin tayyor qizil sabzi, tuzlangan modrin va pishgan lobyalarimizni solib yaxshilab aralashtiramiz va 5 daqiqadan keyin bemalol iste'mol qilamiz. Shundoqqina sariyog' hidi ufurib turadigan juda ham mazali shirmoy patilchalar tayyorlaymiz. Avvaliga gazashga olingan undan solamiz. Ustiga esa iliq suv va minerallarga boyitilgan eksklyuziv suvlardan solamiz. Aynan eksklyuziv suvlarga zamzam suvi qo'shilganligi bilan juda ham yoqimli hamda yutimi juda ham yengil suv hisoblanadi. Endi esa tuz, dro'j, shakar va xona haroratdagi rashnik sariyog'ni solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qilib pishirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirimizni zuvalachalarga bo'lib olamiz. Men o'rtacha kattalikdagi 6 zuvalaga bo'lib oldim. Zuvalachalarimizni biroz tindiramiz. Bu videoda ko'rsatilgandek qilib, faqatgina o'rta qismini bosib chiqamiz va listga teramiz. Listga tergandan so'ng ustiga suv sepib, yana biroz tindiramiz. Ustiga tuxum sarig'i va kunjut sepib, o'rta olovga tillarangga kirguncha pishirib olamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Duxovkadaligini o'zidayoq yoqimli hid taraladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Osh bo'lsin, shifo bo'lsin. Hamma uyda topiladigan oddiy masalliqlardan oson tayyorlanadigan trubishka somsa tayyorlaymiz. Idishga qaynoq suv, tuz, o'simlik yog'i, un solib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz o'simlik yog'i va qaynoq suv evaziga qo'lga yopishmaydigan, lekin juda ham yumshoq bo'ladi. Ustini yopib, biroz tindirib, zuvalachalarga bo'lib olamiz. Menda 15 ta zuvala chiqdi. Har bir zuvalamizni eritilgan sariyog' yoki margaringa bulab, ustini streç bilan yopib 5 daqiqaga qoldiramiz. O'simlik yog'ida qilsangiz ham bo'ladi. Nachinkasi uchun pyurega tuz, sev solib aralashtirib tayyorlab oldim. Endi zuvalamizni hech qanaqa juvalarsiz qo'limiz bilan bemalol yoyib olamiz. Ko'rib turganingizdek, qanchalik ayolsak ham xamirimiz yetilib ketmaydi. Nachinkasini solib, chetlarini konvertdek o'rab, ruchkadek aylantirib olib, duxovka listiga teramiz. Ustidan tuxum sarig'i sepib, sedanalab 180 gradusda yarim soat pishirib olamiz. Qarsildoq somsachalarimiz ham tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Sopa oddiygina turibdi, shunaqangi zo'r salat tayyorladim. Ko'rib ishtahalarim jo'yib ketdi. Shartta turibni bitta turibni olib, cho'rkadan chiqarib, oddiy pichoqda to'g'ramoqman, suvlimatorga olib ketdi. Pichoqda to'g'rasangiz ham bo'ladi. Xullas suvlarni siqib oldim. O'zim xohlagan yaxshi ko'rgan ziravorlardan paprikalarni soldim, chesnok soldim, ko'katlar soldim. Chiqinaqalar birdan qilingan ekranda bir qoshiq to'g'rab soldim. Yog'ni qizdirib solib, yaxshilab aralashtirib oldim. Mazasi shunaqangi zo'r bo'lgan, achchiqqina maza qilib yeb oldim. Siz ham albatta hecham tayyorlab ko'rmagan ekanman. Oddiygina turibdan shunaqangi mazali salat chiqargan. Karisopaga rahmat dedim. Kelin bir mundoq neobычный ovqatlaringizdan qilib bering deyishganda, baqlajon sezon boshlandi. Baqlajonni tuxumda atirib, yog'da qovurib olamiz. Qovurilgan baqlajonni chetga olib, farshimizga piyoz, chesnok, tuz, qizil paprika, chesnochni priprav solib aralashtiramiz. Kichkinagina kotletcha holatiga keltirib, qizib turgan yog'da kotletlarni biroq qizartirib qovuramiz. Eng qiziq joy, qovurilgan baqlajon bilan kotletlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Kartoshka sabzilarimizni ziravor yog' bilan aralashtiramiz. Masalan, chiqqan pomidorga suv, tuz, shakar qo'shib aralashtiramiz. Hamma narsani chiroyli terib, yarim soat duxovkaga yubordim. Taqinda rosa gapirgandinglar, oshxonada kiyimingiz sochiqingiz kir bo'lishi aniq edi. Yordamga Sunrise mahsulotlari keladi. Kiyimlaringiz rangini asraydi, matoni yemirmaydi. Sevimli kiyimlaringiz doimo yengidek ko'rinadi. Muhimi hidi o'tkirmas, yoqimli va nafis. Sunrise mahsulotlari istalgan kartinka do'konlar yoki uzun marketdan
qilishingiz mumkin. To'xtang, ishtaxanglar ochilib ketdi. Yurichani bosib, yaqindagi videoni jo'natib qo'yinglar. Bilasizlar, qo'yni ko'tariladi. Ba'zisi kerakga bo'lsangiz masalanglar. Shundoqqina sariyog' hidi ufurib turadigan juda mazali shirmoy patirchalar tayyorlaymiz. Avvaliga gazashka olinali unidan solamiz, ustiga esa iliq suv va minerallarga boyitilgan eksklyuziv suvlardan solamiz. Aynan eksklyuziv suvlarga zamzam suvi qo'shilganligi bilan juda yoqimli hamda yutimi juda yengil suv hisoblanadi. Endi esa muz, dro'j, shakar va xona haroratdagi rashmik sariyog'ni solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib, oshirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirimizni zuvalachalarga bo'lib olamiz. Men o'rtacha kattalikdagi 6 zuvalaga bo'lib oldim. Zuvalachalarimizni biroz tindiramiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, faqatgina o'rta qismini bosib chiqamiz va listga teramiz. Listga terilgandan so'ng ustiga suv sepib, yana biroz tindiramiz. Ustiga tuxum sarig'i va kunjut sepib, o'rta olovga tillarangga kirguncha pishirib olamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Duxovkadaligini o'zidayoq yoqimli hid taraladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Osh bo'lsin, shifo bo'lsin.